chuqur talab qo'yish muvofiqmi? Ularmi odammi? Ularmi boshqa sohalardagi kishilardek o'zini qo'yib etib erkin ozod yashashga haqliqmi degandek o'yladi bo'lishi mumkin. Qadrli o'qituvchilar, milliy ma'rifimizning parvishkori bo'lgan suyimlik bog'lar. Səminlarda bolsun ki, xalqimizning kelajagini gül qiladigan yoki kul qiladigan avlodlarning taqdiri sizlarning ilkinglarda. Alayda mas'uliyatni ustiga olgan odamlarda alayda ong bo'lishi kerak. Hayotda bahramon bo'lib yashash yo'lini tutgan odamlar bilan beg'ishlab yashash yo'lini tutgan odamlarning qimmati o'xshash bo'lmaydi. Yalqin Ro'zi o'qituvchilarimizda alayda ong bo'lish to'g'riliq ilgari so'zlagan bir nutqida mundaq degan: O'qituvchi bo'ldingiz, balada qoldingiz. O'qituvchi bo'lgan kishi yasinish, tarinish, yurish, turish, so'z, harakat, o'g'inish va xizmat qatorliq barliq ishlarda o'zining o'qituvchilik obraziga foydali yo'lni tutish kerak. Bir ig'iz so'z bilan aytganda, beg'ishlab yashash ularning oliy mezoniga aylanish kerak. Alayda mas'uliyatni ustiga olgan odamlarda alayda ong bo'lish lozim. Mushu mendan aytganda, millat davr oldida alayda mas'uliyatni ustiga olgan o'qituvchilarimizda alayda beg'ishlash ro'yi bo'lishi kerak. O'qituvchilik kasbiga mana shunday ko'z qarash bilan qaraydigan Yalqin Ro'zi o'qituvchilarimizda ko'rilayotgan ta'xirsiz masalalarga mas'uliyatchan pozitsiyada muomala qilib, o'qituvchilarimizdagi ma'arifga, o'qituvchilikqa, millatga va avlodlarga bo'lgan mas'ul bo'lish ro'yining ojizlab ketganligini ayab o'ltirmasdan tanqidlab so'zladi. Uning shuari nihoyat oydin. Bu bo'lsa-mu, ma'arif muqaddas soha. O'qituvchilik kasbi sharafli kasb. Shunga o'qituvchilar cho'qim muashchi bo'lmay, ma'arifchi bo'lish kerak. Kitobning nomini Qutadg'u bilik qo'ydim. O'qiganlarni baxtli qilsin va yo'l ko'rsatsin. Men so'zimni so'zladim va bu kitobni yozdim. 1000 yillik bu shohona asarning ovozliq nusxasi nashr qilindi. 1000 yildan beri dunyo ilm ahlini o'ziga qartib kelayotgan bu asar sizning anglashingizga, e'tiborlab saqlashingizga va do'st yoranlaringizga ko'ngil so'g'iz qilishingizga to'liq